Azizim, qalbingiz ilma-teshik bo'lib ketgan. Siz esa buni sezmayapsiz, bilmayapsiz. O'zingiz esa vayron bo'lgan, tark etilgan qayg'u-alamlar tufayli to'kilib qolgan o'z daftaringizdasiz. Bizning zimmamizga tushgani yiqilgan joyimizni kutishdan iborat edi xolos. Kutishga kutardik, lekin kutganlarimizning kelish niyati aslo yo'q edi. Kelajak nomli mavhumlik mavjud bo'lmaganlar, kelmaganlar va yo'qotilganlar ustida barpo qilinardi. Biz bu hayotning sovuq, zulmatga burkangan, ichida kimsa yo'q va behalovat daxlsizlarning dars ketgan devorlariga yopishtirilgan ko'lanka edik. Rasmning hoshiyasidan chetda qoldirilgan yoqimsiz manzara. Davom etishi shart bo'lmagan zerikarli bir dars edik. Bizga ko'nika olishmadi. Bizdan voz kechdilar va g'olib bo'lishdi. Biz yutqazsak-da voz kechmadik. Har safar yanada go'zal tarzda mag'lub bo'laverdik. Eng go'zal yengilgan faqat biz bo'ldik. Aziz kitobxonlar, Janer Yaman qalamiga mansub Go'zal yengildik nomli asarini siz aziz kitobxonlarga tavsiya etamiz. Ushbu asar sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va asar mutolaasidan bahramand bo'ling.